Eron va Isroil o'rtasidagi davom etayotgan dushmanlik katta bir geosiyosiy loyihamidi? Dunyo ekspertlari orasida bir qiziqarli qarash bor. AQSh Isroil uchun har yili o'rtacha 3,8 milliard dollarlik harbiy yordam ajratadi. Amerika soliq to'lovchilariga bu ulkan xarajatlarni oqlash uchun esa doimiy tashqi xavf kerak degan ekspertlar qarashi mavjud edi. Eron esa bu rol uchun eng ideal nomzoddek ko'rsatilardi. Go'yoki Eronning agressiv chiqishlari Isroil xavfsizligiga tahdid solayotgandek ko'rsatilib, Isroilning qudrati esa AQShning mintaqadagi manfaatlarini himoya qiladi deb talqin etildi va bu qarama-qarshilik orqali milliardlab dollarlik qurol savdosi va siyosiy ta'sir dastaklari ushlab turildi degan shubhalar yillar davomida muhokama qilingandi. Lekin bir mantiqiy savol tug'iladi. Agar bu shunchaki kelishilgan o'yin bo'lsa, unda nega hozir tizim misli ko'rilmagan zarbalarga uchramoqda? Nahotki bu safar hammasi jiddiy? Agar yuqoridagi nazariyalar haqiqatga yaqin bo'lsa, unda mavjud tizim o'z missiyasini bajarib bo'ldimi? Yoki Yaqin Sharqdagi o'yin qoidalari butunlay o'zgaryaptimi? Yillar davomida Eronni katta xavf qilib ko'rsatishdi, lekin vaqti kelganida butun boshli tizimning yuqori bo'g'inlarini bir kunda yo'q qilishdi. Bu shuni anglatadiki, muammo aslida murakkabligida emas, balki uning kerakligida bo'lgandir. Siyosiy fikri bo'lgan obunachilarimiz, sizningcha bu o'yin tugadimi yoki endi boshlanyaptimi? Va yuqorida keltirgan nazariya bu konspirologiyami? Va bu juda muhim. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.